Sovetlarning qatag'on zo'ravonlik siyosati va uning mohiyati. Sovet davlati ayniqsa 1920-1950 yillar oralig'ida jamiyatni to'liq nazorat qilish va kommunistik mafkurani mustahkamlash maqsadida keng ko'lamda qatag'on siyosatini olib boradi. Bu siyosat davlat tomonidan tashkil etilgan zo'ravonlik, qo'rquv va majburiyat bo'ysundirish usullariga tayangan edi. Qatag'on siyosatining asosiy maqsadi siyosiy muxolifatni butunlay yo'q qilish, jamiyatda qo'rquv muhitini yaratish, aholining ongini ideologik nazorat ostida saqlash, rejimga sodiq bo'lmagan har qanday qatlamni yo'q qilish edi. Qatag'on siyosatining amalga oshirilish usullari xalq dushmani, aldoqchi, millatchi kabi turli laqablar bilan chaqirilishi, ziyolilar, ruhoniylar, milliy yetakchilar, o'qituvchilar, davlat arboblari ayblanib qamoqqa olinadi va ulardan har xil nomus va ularning nomusiga tegadigan gaplar aytilib, oilalariga qattiq tegilinadi. Shahidlar muzeyi. Bu muzey 1930-1950 yillarda siyosiy qatag'onlar qurbonlari haqida hujjatlar, fotosuratlar, shaxsiy buyumlar, hukm nusxalari, guvohnomalar va arxiv materiallari jamlangan. Jadidlar, ma'rifatparvar va diniy, milliy va uyg'onish davrini boshlab beruvchi har xil olimlarning o'ziga xos buyumlari, ularning kitoblari, qo'lyozmalari ham saqlab kelinmoqda. Shahidlar muzeyida ko'rishingiz mumkinki, har bir eksponat, har bir rasm, har bir kitob o'ziga xos tarixni, o'ziga xos inson hissiyotlarini uyg'otadi va ko'rsatadi. Bu muzeyda o'zaro hozirgacha o'tib kelgan jadidlar, ularning qilgan ishlari, ularning qo'lyozmalari va o'ziga xos buyumlari saqlab kelinmoqda. Shahidlar maydoni muzeyi ikkita asosiy bino va ularni bog'lab turuvchi kichik binodan tashkil topgan. Muzey atrofi esa ajoyib bog' bilan o'ralgan. Yodgorlik majmui O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan 2000-yil 12-mayda ochilgan. Muzeyning o'zi esa 2002-yil 31-avgustda ilk bor nishonlangan. Qatag'on qurbonlari yod etish kunida ochilgan.